Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz juda muhim va dolzarb mavzuga bag'ishlangan bo'lib, agar siz pensiya jamg'armasidan nafaqa, pensiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy to'lovlarni oluvchilar qatorida bo'lsangiz, uni oksirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz va to'lovlarni uzluksiz olishingizga bevosita ta'sir qiladigan masaladir. Hozirda kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu muhim ma'lumotni ko'proq odamlar ko'rishiga yordam beradi va bizga yanada ko'proq foydali kontent yaratish uchun motivatsiya beradi. Ishonchim komilki, bugungi mavzu har biringizni befarq qoldirmaydi, chunki birinchi sanadan boshlab pensiya jamg'armasi bilan bog'liq to'lovlarni olish tartibida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu o'zgarishlar agar ularni o'z vaqtida tushunib, to'g'ri harakat qilmasangiz, sizni noqulay ahvolga solib qo'yishi, hatto to'lovlarni vaqtincha to'xtatib qo'yishi mumkin. Keling avvalo bu o'zgarishlardan oldin to'lovlar tizimi qanday ishlaganini va endi nima uchun o'zgarishlar yuz berayotganini tushunib olaylik. An'anaviy ravishda ko'pchilik keksa avlod vakillari va ba'zi nafaqa oluvchilar o'z pensiya yoki nafaqalarini ikki asosiy usulda olishgan. Birinchidan har oy pochta bo'limlari orqali naqd pul shaklida, ya'ni ularga qulay va o'rgangan usul edi. Ikkinchidan ayrimlar uchun to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri ularning shaxsiy bank hisoblariga o'tkazilgan. Bu tizim o'zining afzalliklariga ega bo'lsa-da, ba'zi kamchiliklari ham yo'q emas edi. Masalan, pochta bo'limlarida navbatlar yuzaga kelishi, naqd pul bilan bog'liq xavfsizlik masalalari, ba'zan inson omili sababli satolar yoki kechikishlar yuzaga kelishi mumkin edi. Shuningdek, hujjatlar aylanishi va ma'lumotlarni yangilash jarayonlari ham ancha murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Ma'lumotlarning shaffofligini ta'minlash va to'lovlarni tezkor amalga oshirishda ham ma'lum muammolar bor edi. Endi esa aziz do'stlar, davlatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli raqamlashtirish islohotlari doirasida pensiya jamg'armasi to'lovlarini amalga oshirish tizimiga ham jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Xususan, birinchi sanadan boshlab pensiya jamg'armasidan olinadigan barcha turdagi to'lovlar, jumladan pensiyalar, nogironlik nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqalar, bola parvarishi bo'yicha nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar, faqatgina maxsus belgilangan pensiya kartalariga yoki boshqa elektron to'lov vositalariga, ya'ni bank kartalariga o'tkaziladi. Bu shuni anglatadiki, endilikda pochta bo'limlaridan naqd pul olish imkoniyati cheklanadi yoki butunlay bekor qilinadi. Shuningdek, har qanday bank kartasiga avtomatik o'tkazish tizimi ham o'zgarishga uchraydi. Ya'ni sizning kartangiz pensiya jamg'armasi tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishi va tegishli identifikatsiyadan o'tishi talab qilinadi. Ushbu yangi tartibdan ko'zlangan asosiy maqsad to'lovlar tizimini yanada shaffof, tezkor va qulay qilish, inson omili sababli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan satolarni kamaytirish, naqd pulsiz hisob kitoblarni rivojlantirish va eng muhimi fuqarolarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishdir. Raqamli to'lovlar tizimi orqali har bir to'lovning harakati nazorat qilinadi. Bu esa korrupsiya va noqonuniy holatlarning oldini olishga yordam beradi. Yangi qonun hujjatlari yoki hukumat qarorlari asosida joriy etilgan bu tartib, afsuski, agar siz uni o'z vaqtida tushunib, kerakli choralarni ko'rmasangiz, sizga qandaydir noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Shuning uchun keling, kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligi va kimlar sabotirlanishi shart emasligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi asosiy qism, kimlar sabotirlanishi kerak va kimlar sabotirlanishi shart emas. Detalli tahlil va misollar. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak va qoralar ko'rishi lozim? Hali ham pochta bo'limlaridan naqd pul oladiganlar, agar siz har oy pochta sodimidan yoki pochta bo'limining kassasidan naqd pul ko'rinishida pensiya yoki nafaqa olgan bo'lsangiz, demak, bu o'zgarishlar sizga eng bevosita ta'sir qiladi. Endilikda sizga yangi tartibga o'tishingiz, ya'ni bankda maxsus pensiya kartasi ochishingiz va to'lovlarni shu kartaga o'tkazishingiz shart. Agar ushbu chorani ko'rmasangiz, birinchi sanadan keyin to'lovlaringiz to'xtatib qo'yilishi mumkin, chunki pensiya jamg'armasi endilikda pochta orqali naqd pul tarqatish uchun mablag' ajratmaydi. Misol keksa farg'onalik amaki. Tasavvur qiling, Farg'ona viloyatining qishloq hududlaridan birida yashovchi 75 yoshli Ahmad bobo bor. U har oyda 200 ming so'm miqdoridagi pensiyasini yashash joyidagi pochta bo'limi orqali naqd pulda olar edi. Uning qishlogida bank bo'limi uzoqroqda joylashgan, bank kartasidan foydalanishga esa unchalik o'rganmagan. Yangi qoidalar kuchga kirishi bilan agar Ahmad bobo birinchi sanaga qadar bankka murojaat
qilib pensia karta si ochtirib bu haqda pensia jam armasiga sabar bermasa. Uning pensia si oz waqtida uning qoliga yatib kelmasligi mumkin. Yakni 800 ming som pensia puli uning kartasi ochil magunca yoki malumatlari yang gilan magunca pensia jam garmasining hisobida turib qoladi. Boyasa uning kundalik ehtiyojlarini kondirishda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bunday holatda ambobobu dagi pensia jam armasi bo limiga murojaat kilishi yoki banka borib pensia kartasi ochtirishi kerak. Du bank hisobiga ega bo alsada maksus pensia kartasi ni rasmi lashtir magallar ba'zi fuqarolar pensia yoki nafaqa larini shakhsi bank hisoblariga qabul qilgan bo lishlari mumkin. Ammo yangi tartibga qora endilik dahar qanday bank kartasi emas balki pensia jam garmasi tomonidan tan ulingan watizimga integratsiya kilingan maksus pensia karta siyoki shunga o'xshash maqomga ega bo'lgan bank kartasi talab etiladi. Agar sizning kartangiz shunchaki ish haqi kartasi yoki oddiy debet karta bo'lsa, uni pensia jam garmasining to'lov tizimiga bog'lash uchun qo'shimcha harakatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, tanda tekstni tazara tajantrasa misol tu nogironligi bor ayol Toshkent shahrida yashovchi farzand yoshli Gulnora opaning ikkinchi guruh nogironligi bor. U har oyda 80 ming so'm miqdoridagi nogironlik nafaqasini oladi. Uning allaqachon bir bankning oddiy ish haqi debet kartasi bor edi va nafaqa shu kartaga tushar edi. Yangi qoidaga ko'ra uning mavjud bank kartasini pensia jamg'armasi tizimida ro'yxatdan o'tkazish yoki pensia jamg'armasi bilan hamkorlik qiluvchi bankdan maxsus pensia kartasini olish kerak. Agar u birinchi sanaga qadar bu choralarni ko'rmasa va uning kartasi pensia jamg'armasi tizimida yangi talablarga mos kelmasa, uning 80 ming so'mlik nafaqasi ham kechikishi yoki vaqtincha to'xtatib qo'yilishi mumkin. Gulnora opaga bu jarayonni tushuntirish va unga yordam berish uchun yaqinlari yoki ijtimoiy xodimlar yordam berishlari kerak bo'ladi. Tina o'zining shaxsiy ma'lumotlarini yaqinda yangilamaganlar. Familiya o'zgargan, masalan, turmushga chiqqandan keyin. Pasport yangilangan, yashash joyi o'zgargan yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarga oid o'zgarishlar bo'lgan, ammo bu haqida pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan shaxslar ham savoblanishlari kerak. Tizimda mavjud ma'lumotlar bilan haqiqiy ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik to'lovlarni amalga oshirishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Jamg'arma to'lovlarni amalga oshirishda aynan raqamli tizim orqali ma'lumotlarni tekshiradi va har qanday nomuvofiqlikda avtomatik ravishda blokirovka yuz berishi mumkin. Matchitali noptitta ndazi patsraktali jemni mazakni azaratali pelenashanda. Misoltin yosh oila bolalar nafaqasidan da betanda Qashqadaryo viloyatidagi yosh oila 2 nafar farzandi bor. Ular ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali bolalar nafaqasini masalan har oy 400 ming so'm oladilar. Avvallari ona nomiga ochilgan oddiy bank kartasiga tushgan. Endilikda pensiya jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladigan bolalar nafaqalari ham maxsus ijtimoiy karta yoki pensiya karta lariga o'tkazilishi shart. Agar oilaning ma'lumotlari masalan yashash manzili yoki telefon raqami o'zgargan bo'lsa-yu bu haqda o'z vaqtida tegishli organlarga xabar berilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi tizimida ushbu oilaning ma'lumotlari eskicha qolib ketadi va bu avtomatik ravishda to'lovlarni amalga oshirishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ular bu to'lovlar oila byudjeti uchun muhim ekanligini hisobga olib, pensiya jamg'armasi yoki bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining joylardagi bo'limlariga murojaat qilib, o'z ma'lumotlarini tekshirib olishlari shart. Kimlar chavotirlanishi shart emas. Mind allaqaon pensiya kartasiga ega bo'lganlar va to'lovlarni shu orqali oladiganlar. Agar sizda allaqachon pensiya jamg'armasi tomonidan tavsiya etilgan yoki berilgan maxsus pensiya kartasi mavjud bo'lsa va siz to'lovlarni muntazam ravishda shu kartaga qabul qilib kelayotgan bo'lsangiz, sizda katta ehtimol bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Sizga qo'shimcha choralar ko'rish shart emas.
biroq shunga qaramay bitta muhim jihatni tekshirishingizni tavsiya qilaman. Kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Agar kartangizning amal qilish muddati bir necha oy ichida tugayotgan bo'lsa, yangi karta olish uchun bankka murojaat qilishni unutmang. Aks holda data takshaka pashati muddati o'tgan kartaga to'lovlar o'tmaydi. Utto to'lovlari avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkaziladigan ba'zi imtiyozli toifalar. Ba'zi hollarda juda keksa yoshli fuqarolar, masalan, 18 yoshdan oshganlar yoki og'ir nogironligi bo'lgan shaxslar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Ularning to'lovlari avtomatik tarzda yangi tizimga o'tkazilishi yoki ular uchun maxsus soddalashtirilgan tartib joriy etilishi mumkin. Biroq bu har doim ham shunday bo'ladi degani emas. Bunday holatlarda ham o'z pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, aniq ma'lumot olish zarur. Savotir olmang degani hech narsa qilmang degani emas, balki vaziyatni aniqlashtirish deganidir. Masalan, yolg'iz yashaydigan dushmani yoshli bibi uchun uning yaqinlari pensiya jamg'armasi bo'limiga telefon qilib, uning to'lovlari yangi tartibda qanday amalga oshirilishini aniqlashtirishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qopqonlar va noaniq jihatlar. Har qanday yangi tizim joriy etilganda unda ba'zi istisnolar, kutilmagan qopqonlar va umumiy qoidalar ostiga tushmaydigan noaniq jihatlar bo'lishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasining yangi to'lov tizimida ham mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha bo'shog'riq va muammolardan saqlab qoladi. Istisnolar. Juda keksa yoki nogironligi og'ir bo'lgan shaxslar uchun vaqtincha istisnolar. Yuqorida aytib o'tganimdek, juda keksa yoshli, mustaqil ravishda bankka bora olmaydigan yoki jismoniy imkoniyatlari cheklangan og'ir nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz uchun ma'lum vaqtinchalik istisnolar joriy etilishi mumkin. Bu istisnolar doirasida, masalan, bank soddimi uyga borib, karta rasmiylashtirishda yordam berishi yoki to'lovlarni o'z yaqinlari hisobiga, ularning roziligi bilan o'tkazish imkoniyati berilishi mumkin. Ba'zi chekka qishloqlarda bank infratuzilmasi yetarlicha rivojlanmagan joylarda ham vaqtinchalik yechimlar, masalan, mobil bank xizmatlari yoki ko'chma kassalar tashkil etilishi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu istisnolar qoida tariqasida vaqtinchalik xarakterga ega bo'ladi va ularga tayanib butunlay harakatsiz qolish noto'g'ri. Har bir holatda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi bilan bog'lanib, o'zingizga tegishli aniq tartibni bilib olishingiz shart. Qopqonlar, firibgarlik va e'tiborsizlik oqibatlari. Bir firibgarlar faollashishi har qanday yangi tizim joriy etilganda, afsuski, bu holatdan o'z manfaati yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan firibgarlar ham topiladi. Ular sizga pensiya jamg'armasi yoki bank soddimi sifatida qo'ng'iroq qilib, yangi pensiya karta seni rasmiylashtirish bahonasida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangizning PIN kodi, to'liq raqami, CVV, CVC kodi, kartaning orqa tomonidagi 3 sonali raqam yoki SMS orqali kelgan tasdiqlash kodini so'rashlari mumkin. Eslab qoling, bank yoki pensiya jamg'armasining haqiqiy sodimlari hech qachon sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydilar. Bunday qo'ng'iroqlarga ishonmang, darhol telefonni qo'ying va shubhali holatlar yuzasidan huquq tartibot organlariga yoki bankning rasmiy ishonch raqamlariga murojaat qiling. Hatto sizga o'zlarini ijtimoiy iqtisodim deb tanishtirib, uyingizga kelishsa va karta ma'lumotlaringizni so'rashsa ham, ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qiling va ishonch hosil qilmasdan turib hech qanday ma'lumot bermang. Do'ila muddati o'tgan kartalar. Masalan, sizda allaqachon pensiya karta bo'lishi mumkin, ammo uning amal qilish muddatini tekshirishni unutmang. Bank kartalari odatda 3 yildan 5 yilgacha amal qiladi. Agar kartangizning amal qilish muddati yaqin kunlarda tugayotgan bo'lsa, bankka murojaat qilib yangi karta olishingiz shart. Aks holda muddati o'tgan kartaga to'lovlar o'tmaydi va siz to'lovlarni kechikish bilan olishingiz mumkin. Kartangizning old tomonida valid through yoki amal qilish muddati yozuvi ostida oy va yil ko'rsatilgan bo'ladi. Shu ma'lumotga diqqat qiling. Ma'lumotlar satosi yoki yangilanmagan ma'lumotlar chibattasa fuqaroning pasport ma'lumotlaridagi o'zgarishlar, masalan, familiya o'zgarishi, yangi pasport olish ishidasa, ma'azdiristada yashash joyi o'zgarishi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlarga oid har qanday o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, bu ham to'lovlarni to'xtatib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin. Tizimda mavjud ma'lumotlar va haqiqiy ma'lumotlar o'rtasidagi nomuvofiqlik avtomatik blokirovkaga
olib kelishi mumkin. Har qanday o'zgarishda darhol pensiya jamg'armasini sabardor keling. FAT bank xizmat haqi. Ba'zi banklar pensiya kartalariga xizmat ko'rsatish uchun yillik yoki oylik xizmat haqi olishi mumkin. Karta ochishdan oldin bank sodimidan bu haqda batafsil ma'lumot olishingiz, qaysi banklarda bu xizmat haqi bor yoki yo'qligini aniqlashtirishingiz maqsadga muvofiq. Bu sarajatlar sizning pensiya yoki nafaqa summasidan avtomatik ravishda yechib olinishi mumkin. Noaniq jihatlar va savollar. 1. Bir nechta turdagi to'lovlar. Agar shaxs bir nechta turdagi to'lovlarni olsa, masalan, yoshga doir pensiya va ayni paytda nogironlik nafaqasi ham olsa, bu kam uqraydi, lekin bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik nafaqasi bilan birga bola parvarishi bo'yicha nafaqa olsa, ularning hammasi bitta. Pensiya karta siga o'tkaziladimi yoki alohida kartalar kerak bo'ladimi? Odatda pensiya jamg'armasi barcha tegishli to'lovlarni bitta asosiy karta orqali amalga oshirishni afzal ko'radi. Ammo har bir aniq holatda pensiya jamg'armasi bu limitda aniqlik kiritish lozim. Ba'zi to'lovlar ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, ular alohida ijtimoiy kartaga tushishi mumkin. Vafot etgan shaxslarning pensiya hisoblaridagi qoldiklar. Agar pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa va uning pensiya kartasida qoldiq mablag'lar bo'lsa, merosxo'rlar bu mablag'larni qanday tartibda olishlari mumkin? Bunday hollarda meros qonunchiligiga muvofiq marhumning merosxo'rlari bankka va pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Odatda meros huquqiga ega bo'lgan shaxslar notarius orqali merosga egalik huquqi to'g'risidagi guvohnomani olganlaridan so'ng bankka murojaat qilib mablag'larni olishlari mumkin. Xorijda yashayotgan fuqarolarimiz uchun to'lovlarni olish tartibi. O'zbekistondan tashqarida doimiy yashovchi, lekin O'zbekiston pensiya jamg'armasidan pensiya oladigan fuqarolarimiz uchun bu o'zgarishlar qanday ta'sir qiladi? Odatda pensiya jamg'armasi to'lovlari faqat O'zbekiston hududida yashovchi fuqarolarga nisbatan amalga oshiriladi. Xorijda yashayotganlar uchun alohida qoidalar mavjud bo'lib, ular to'lovlarni olish uchun tegishli konsullik muassasalari orqali ma'lumotlarni tasdiqlab turishlari talab etiladi. Yangi tizim ularga qanday ta'sir qilishi haqida pensiya jamg'armasining xorijda yashovchilar uchun mo'ljallangan bo'limiga murojaat qilish kerak. 3-asosiy qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Aniqlik kiritish va harakatlar ketma-ketligi. Endi esa aziz tomoshabinlar, eng muhim qismga o'tamiz. Holda sizning oldingizda qanday amaliy qadamlar turibdi? Siz nima qilishingiz kerakligini aniq tushuntiraman. Bitta qadam aksborotni aniqlashtirish va vaziyatni baholash. Avvalo sizning shaxsiy vaziyatingiz qanday ekanligini aniqlang. Siz hali ham pochta orqali naqd pul olyapsizmi yoki oddiy bank kartangizga pul tushyaptimi? Agar shu savollardan biriga ha deb javob bergan bo'lsangiz, demak sizga choralar ko'rish kerak. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borish. Bu eng ishonchli usul. Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni to'liq o'rganib chiqadi, qanday turdagi to'lovlarni olishingizni aniqlaydi va sizga aniq qanday harakat qilish kerakligini tushuntiradi. Masalan, pensiya jamg'armasi iqtisodiymi? Sizga QEIC banklar bilan hamkorlik qilishini, qanday turdagi kartalar ochish kerakligini va qanday hujjatlar talab qilinishini aytib beradi. O'zingiz bilan shaxsiy guvohnoma, pasport va pensiya guvohnomasini olishni unutmang. Telefon orqali murojaat, ishonch raqamlari. Agar pensiya jamg'armasiga borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, uning ishonch raqamlariga qo'ng'iroq qilib maslahat olishingiz mumkin. Odatda bunday ma'lumotlarni olish uchun sizdan ba'zi shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqami, tug'ilgan sanangiz kabi tasdiqlash so'raladi. Lekin yuqorida aytilganidek hech qachon PIN kod
CVV kod kabi maxfi ma'lumotlarni telefon orqali aytmang. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida MyGovuz. Shaxsiy kabinet orqali ma'lumotlarni tekshirish. Agar sizda elektron raqamli imzo RI mavjud bo'lsa va internetdan foydalanishni bilsangiz, MyGov.uz portali orqali o'zingizning shaxsiy kabinetingizga kirib, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlaringizni, jumladan to'lovlar holatini va ularni olish usulini tekshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usullardan biridir. Bu portalda hatto onlayn tarzda murojaat yuborish imkoniyatlari ham mavjud. Bu qadam zarur hujjatlarni tayyorlash. Bankka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan oldin quyidagi hujjatlarni ya'ni tan tayyorlab qo'ying. Bu jarayonni tezlashtiradi va ortiqcha ovoragarchilikning oldini oladi. Shaxsiy guvohnoma, pasportdan asl nusxasi va bir nusxa fotokopiyasi. Pensiya guvohnomasi va asl nusxasi va bir nusxa fotokopiyasi agar mavjud bo'lsa, bank kartasi agar sizda allaqachon bank kartasi mavjud bo'lsa, lekin u pensiya karta bo'lmasa, ham uni o'zingiz bilan oling. Ba'zi banklar mavjud kartani yangi talablarga moslashtirish imkoniyatini berishi mumkin. Ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar, masalan, bolalar nafaqasi yoki boquvchisini yo'qotganlik uchun nafaqa, oluvchilar uchun nikoh guvohnomasi, tug'ilish haqidagi guvohnomalar, vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. O'z vaziyatingizga qarab, pensiya jamg'armasidan oldindan qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab oling. Qadam. Bankka murojaat qiling va pensiya kartasini oching. Hujjatlaringiz tayyor bo'lgach, siz pensiya jamg'armasi to'lovlarini berish huquqiga ega bo'lgan banklardan biriga murojaat qilishingiz kerak. Odatda bular yirik davlat banklari hisoblanadi. Bankni tanlash, pensiya jamg'armasi mutaxassisi sizga qaysi banklar bilan hamkorlik qilishini aytib beradi. O'zingizga eng qulay joylashgan, xizmat ko'rsatish sifati yaxshi bo'lgan bankni tanlashingiz mumkin. Pensiya kartasini ochish uchun ariza yozish. Bank bo'limiga borib, pensiya kartasi ochish uchun ariza yozasiz. Bank xodimlari sizga bu jarayonda yordam beradi. Odatda karta bir necha kun ichida tayyor bo'ladi. Ba'zi banklar on the spot xizmati orqali kartani darhol berishi ham mumkin. Bank xodimidan barcha savollarga javob olish. Karta ochishdan oldin va ochgandan so'ng bank xodimidan karta xizmat haqlari agar mavjud bo'lsa, kartaning amal qilish muddati, SMS xabarnoma xizmati bu juda muhim. Har bir to'lov kirib kelganida sizga SMS keladi va boshqa muhim masalalar bo'yicha batafsil ma'lumot oling. Qadam. Ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etish, yangilash. Yangi karta olganingizdan so'ng uning raqamini pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz kerak. Toki ular sizning to'lovlaringizni yangi kartangizga o'tkazishni boshlashlari uchun yangi karta raqamini taqdim etish, agar sizda ilgari pensiya karta bo'lmagan bo'lsa, bankdan olgan yangi pensiya kartangizning shonali raqamini pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga borib xabar qiling. Yoki my.gov.uz portali orqali tegishli arizani yuborishingiz mumkin. Mavjud bank kartasiga o'tkazish. Agar sizda allaqachon bank kartasi mavjud bo'lsa va uni pensiya kartasi sifatida ro'yxatdan o'tkazish mumkin bo'lsa, pensiya jamg'armasi va bank o'rtasidagi kelishuvga ko'ra, u holda pensiya jamg'armasiga tegishli arizani yozib, o'sha kartaga to'lovlarni o'tkazishni so'rashingiz mumkin. Min qadam. O'zingizni firibgarlardan himoyalash va xavfsizlik choralarini ko'rish. Bu qadam juda muhim. Yuqorida aytib o'tganimdek, firibgarlar yangi tizimdan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga harakat qilishadi. Hech kimga pin kod, CVV kod, to'liq karta raqamini aytmaslik, bank xodimlari ham, pensiya jamg'armasi xodimlari ham sizdan bu ma'lumotlarni so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni sir saqlang.
Hatto intatülük yatımam tenta inet anda tel shubhali SMS yoki qo'ng'iroqlarga javob bermaslik. Agar sizga pensiya jamg'armasi yoki bank nomidan kelgan shubhali SMSlar yoki qo'ng'iroqlar kelsa, ularga ishonmang. Ular sizni yolg'on veb-saytlarga kirishga yoki maxfiy ma'lumotlarni berishga undashi mumkin. Faqat rasmiy manbalardan ma'lumot olish. Pensiya jamg'armasi rasmiy bank bo'limlari mygov.uz portali kabi rasmiy va ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Hech qanday shubhali kanallar yoki shaxslardan olingan ma'lumotlarga tayanmang. Aziz do'stlar, pensiya jamg'armasidan to'lovlarni olish tizimidagi bu o'zgarishlar aslini olganda sizning qulayligingiz va to'lovlar tizimining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Raqamlashtirish bizning hayotimizning ajralmas qismiga aylanmoqda va bu jarayon ijtimoiy himoya tizimini ham qamrab olmoqda. Dastlabki bir o'z noqulayliklarga qaramay, bu o'zgarishlar kelajakda sizga ko'p vaqt va asabingizni tejashga yordam beradi. Eng asosiysi e'tiborsiz bo'lmaslik, o'z vaqtida kerakli qoralarni qorish va to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lishdir. Shuning uchun yana bir bor takrorlayman. Agar siz pensiya jamg'armasidan biron bir to'lovni oluvchi bo'lsangiz, birinchi sanaga qadar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki ishonch raqamlari orqali vaziyatni aniqlashtiring. O'z vaqtida qilingan harakatlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Siz bu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu sizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz va savollaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni doimo eng dolzarb, ishonchli va foydali ma'lumotlar kutmoqda. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sayr.